intizomiy jazoga tortilgansiz, ammo rag'batlantirilmayapsiz. Bu noqonuniy. O'zbekiston Respublikasi Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunga asosan davlat fuqarolik xizmatida faoliyat yuritayotgan xodimlar endi bundan buyon intizomiy jazo chorasi qo'llansa ham ularga nisbatan rag'batlantirish choralari qo'llanilishi mumkin. Bugungi kunga qadar amaldagi mehnat kodeksiga asosan agar xodimga nisbatan intizomiy jazo chorasi qo'llangan holatlarda ularga nisbatan hech qanday rag'batlantirish choralari qo'llanmas edi. Ammo so'nggi qabul qilingan davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunga asosan esa intizomiy jazo chorasi olgan xodimlarga nisbatan rag'batlantirish choralarini qo'llash mumkin. Agar sizga ham intizomiy jazo chorasi qo'llangan, ammo rag'batlantirish choralari qo'llanmayotgan bo'lsa, bu haqida o'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Huquqlaringizni biz bilan himoya qiling.